Bismillahirrohmanirrohim. Hech qachon kirishmaslik kerak bo'lgan 6 ta yutqiziqli jang, ya'ni bahs, munozara. Bulardan birinchisi ota-onang va aka-ukalaring bilan bo'ladigan bahs janjal. Undagi mag'lubiyat shaxsiy, moddiy yoki ma'naviy bo'lishidan oldin axloqiy mag'lubiyat hisoblanadi. Ikkinchisi zaif va ojiz inson bilan. Unga ozor berishda sening kuchli ekaningni hech qanday dalili yo'q. Aksincha bu zaiflikning eng aniq dalillaridan hisoblanadi. Uchinchisi senga yaxshilik qilgan inson bilan. Uni senga qilgan yaxshiligi oralaringizda kelib chiqadigan har qanday kelishmovchiliklardan ko'ra kattaroq hisoblanadi. To'rtinchisi ahmoq bilan. U seni o'z darajasiga tortib tushiradi. Keyin esa ahmoqlikdagi tajribasi bilan seni mag'lub qiladi. Beshinchisi sen talab qilayotgan narsaga ega bo'lmagan kimsa bilan sen yutadigan narsangga qaraganda ko'proq narsa yo'qotasan. Shuni unutmasliging kerak. Oltinchisi sendan kuchliroq bo'lgan inson bilan. Oqil inson qachon boshqa tomonga burilishni, qachon sukut saqlashni, qachon ortga tashlash uchun emas, balki o'z qadr-qimmatini hurmat qilgani uchun boshqa yo'lni tanlashligini biladi. Donolik ba'zan g'alaba qozonishda emas, balki kirishga loyiq bo'lmagan bahs munozaralarda ham, ya'ni mana shu munozaralarda vaqtini tanlashni bilishlik kerak bo'ladi. Shunday ekan, sizlarga bo'lgan bir ma'lumot yaxshi bo'ldi deb umid qilaman. Juda ham yaxshi ma'lumot, hammalarimizga kerak bo'lgan ma'lumot. Mana shu qoida bilan, mana shu ma'lumot bilan, mana shu formula bilan hayotda yashaydigan bo'lsak, menimcha zarar topmaymiz. Assalomu alaykum.